Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz yarim plan 1 etajli va 2 etajli hovli joylar. 2 etajdan birisi, 1 etajdan ikkisi bor. Şurada yaxshi lokatsiyada. Inavxodnoy yo'ldamiz. Sanjar to'yxonani yonidan 200 metr yurib kelaverishimizda aeroportga qarab yuradigan yo'limiz Inavxodnoy katta. Yo'lning ustida ikkinchi joy, Ugulovoy joydan keyingi Azı bir gaytda görsatib, danıştırib, o'tamiz görsatib. Asa ketdik bu arası. İşi 1 etajli 2 tane xonadonimiz sotuvda, bir 2 etajli. Asa işi bayan tarafını obzor etib beraman. Azini əllərinə karavat qoyub oturan acayip mestaları içana girib görsatib o'taman xallıcayımızını. Bismillah, xonadonimizga giramiz yine. Laklangan polları, devalları, patologları adına tonni fon berilib tayar yaşıdan bo'lib turibdi. Beda rakamini uchun kanalizasiya, sulagan. Yana bir 2 dona oyna qo'yib bergan chiroylatib, eshiklarni ham demir eshikni yaxshi rushnoylab o'tadan qo'ydi sirg'allar. Bu ham zalimiz 5,5 metr, 3,5 metrlik panoramli oynalar qo'yilgan, zamonaviy ajoyib etib, lyustralar, boshqa narsalarni olgan odam qiladi. Shuning uchun lokatsiyasi zo'r uyimizni, Avxodnoy yo'lning ustida. Görsatib o'tdik lokatsiyani. Berina spanyasi, aynası dalana qaram bo'ladi. Sababi uyimiz Ugulovoy emas. Ugulovoy bo'lsa, chetga tashlab ketilardi aynasi. Bu yerda yana bir spanyasi, bu yerda kuxnasi. Kuxnamizda yana kanalizasiya suvlar kelib turibdi. Rozetkalari qo'yilgan. Adla tonni fonda turibdi uyimiz. Yana bani tuvaleti, montaj işleri, su, kanalizatsiyalar qilingan. Kafel bilan bani tuvaletini olgan odamning o'zi qo'yadi. Dedi quruvchimiz. Shu duruşunda 450 milyona berecekler. Beda bir bog'i bayna 2,5 metre, 4 metrlik. Şaşlık başlık etadigan acayip mestasi. Spanyamizni ko'rsatmayapmiz, katta Spanyasini Raditiriski. Yine aynası bog' tarafga qaragan bo'ladi. Adına toyni fonda 4 tane polları laklanıp yaşaşa tayar. Girip yaşasanız da mesela bir banisiniz ötüp verse bir yanında bir 10-15 milyonluk işi duruptu yine. Üstünde gelişilerdi. Ekrandaki numaralara müracaat kılaverese gelip görsatib, egesi bilan uçlaştırıp alıp veremiz bularsa dokumentleri tayar uyumuzni doğru notariusda sani verese. Etibarlarınız için rahmet. Sağ olun.